boshlang'ichligi ingliz tilini xuddi shu kattalarga o'rgatganday o'rgatiladimi yoki qanaqa dars o'tilishi kerak, necha soat bo'lishi kerak? Mana ikkita tilni birdaniga biladigan bolada fokusni bitta joyga qarata olish yaxshi bo'ladi. Nimaga? Chunki bolangiz agar 6-sinf 12 yosh bola bo'lsa ham bu kech deb o'ylamang. Hozir muhokama qildik, qancha yosh bo'lsa shuncha yaxshi deb. Bu lekin 12 yoshda agar ingliz tilini bilsa, u ona tilida bo'lib ketadi. Lug'atlar qarab yurmaydi, qiynalmaydi, aksentsiz gapiradi, o'sha tilda kitob o'qiydi, o'sha tilda izlanadi. Ertaga SAT ballari baland bo'ladi. O'zi umumiy oson. Ingliz tili uni tili bo'ladi, ona tili bo'ladi. nimaga biz ota-onasi ham e'tibor bermaydigan bolaga e'tibor berishimiz kerak. Unda bitta, bizda 20 ta. O'shada juda ham haligi nima deydi, powerful da, ya'ni kuchli anavi sitata. Endi misol uchun e'tibor beriladi, to'g'ri, lekin ota-ona ham qaramayapti-da u bolaga. hatto meni o'quvchilarimning ichida uch qizaloq bordi, kichkina 4-5 yoshdan beri, 8 yoshgacha mendan oldin bo'lgan. Men uni hech qachon o'zim tilida gaplashganini eshitmaganman oldimda. To bir marta ota-onasi bilan ko'rib qolmaguncha, boshqa fanlardan ham ingliz tili fanda o'tgan bo'lgani uchun bizda u bolakayni qo'llab-quvvatlash ingliz tilida osonroq bo'lgan. O'shaning uchun muammo kelib chiqmagan va lekin aytganingizdek ota-onasi ingliz tilini bilsa o'zlari ham bu vaziyatni osonlashtirib beradi. Har tomonlama qilish kerak. Demak, agar bolamiz ingliz tilini o'rganishini shunday xohlasak, bola boshlang'ichda ingliz tili ustunligiga ega bo'lishini xohlasak, o'zimizdan o'rganishimiz kerak ekan. Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz bugun podkast reja qilganmiz. Ikkita Timur ustozimiz bilan, Timur Xo'jayev va Timur Soliyev ustozlarimiz bilan bu ustozlarimiz ingliz tilidan dars berishadi. Timur Soliyev ustozimiz yuqori sinflarga dars beradilar. Xo'jayev ustozimiz bo'lsa boshlang'ich sinflarga dars beradilar. Bundan oldin ham 4 yil, 3,5 yil boshlang'ich sinflarga dars berganlar. Xo'p, biz bugungi podkastda olishimizdan maqsad bolamizga, farzandimizga, o'quvchimizga yoki necha yoshda ingliz tilini o'rgatishimiz kerak? Bog'cha paytidan boshlashimiz kerakmi? Boshlang'ich paytda u til bilish kerakmi? Yoki katta bo'lganda kutishimiz kerakmi? Mana 9-8-sinfda ham 1-2 yil borsa bolalar IELTS savodda. Mana shu uchalovini nima farqlari bor? Qaysi biri muhimroq? Qaysi birini qilsak nima yutqizamiz, nima yutamiz? Voqli o'rgatsak nima bo'ladi? Kech o'rgatsak nima bo'ladi? Hammasini gaplashamiz bugun. Men boshlovchi bo'laman, ustozlarimizga savol beraman va o'zim ham ingliz tili ustoz bo'lganim uchun, o'zim ham 7 yil davomida bolalarga dars berganim uchun, xudo xolasa bu mavzu qiziq bo'ladi deb o'ylaymiz. Farzandlarimizga faqat ingliz tili haqida gaplashamiz biz bu yerda, chunki ustozlarimiz ingliz tili ustozlari. Lekin boshqa tilda, deylik, men farzandimga xitoy tilini, arab tilini, yapon tilini ona tilidek o'rgatmoqchiman degan g'oya savol bo'ladigan bo'lsa, ota-onalarimizda ular ham o'zlarining savollariga javob olsa bo'ladi. Xo'p, mana o'zimning nazariyam bor. Bu nazariyam nima desa, bu bolaga tilni vohliroqdan o'rgatish kerak. Chunki o'zim kech o'rganganman va qiynalaman haligacha. Aksent bor, ba'zi so'zlarni lug'atdan qarayman. Hozir mana ustozimiz bilan gaplashib turdik. 10 yildan beri shu ingliz tilining ichidamiz, kitob o'qiymiz, lekin nimadir so'z chiqsa, nima ekan shu deb lug'at qarashga to'g'ri keladi. Mana shu narsa bo'lmaydi agar bolalarimiz vohli o'rgansa. Shuni ustunliklari, lekin ba'zi ota-onalar aytishi mumkinki, o'zini ona tili nima bo'ladi? Yoki yoshlikdan o'rgatgan bolaga bab o'rgan bo'lmaydi, 4 yil, 5 yil ketib qoladi boshlang'ichda, yuqori sinfda 1 yilda IELTS savodda degan argumentlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bugun ustozlarimizni chaqirdik. Va mavzuni boshlashdan oldin sizlar bilan yaqindan tanishib olsak, ya'ni men sizlarni taniyman, ota-onalarimiz tanishib olsa va shuning uchun ham birinchi bo'lib bir savol bersakki, nima uchun ingliz tili ustoz bo'lishni tanlagansizlar? Timur bey, sizdan boshlasak. Men ingliz tili ustoz bo'lishni tanlamaganman, ingliz tili ustoz bo'lishni men tanlagan bo'lsa kerak. Majbur bo'lganman. O'zi aslida shu o'quv markazida o'qib yurgan paytimda IELTS olgan edim, 6,5 olgan edim, lekin yana tayyorlanayotgan edim. Maktabda endi bitirgan edim. O'shanda yaxshi o'qiganligim uchun ustozim ishlamaysanmi deganlar. Keyin ishlaganman, o'qitishni boshlaganman. Hozirgi Diyorbek Maqsudovlar bor. Diyorbek IELTS. Da. Diyorbek IELTS emas, Diyorbek Maqsudov o'zimizda IBC'da o'qilgan bola. Yigitlar, o'sha bolalar kichkina bola edi. O'shalarga dars berganman Qo'qonda. O'shanda boshlangan ingliz tilida dars berish. Birinchi ustozim taklif qilganlar. Undan keyin Toshkentga keldim. Pul topish uchun o'quv markazlarida ishlab, shunaqa qilib, keyin oxiri nima deydi? Love deydi, o'sha muhabbat tuyulishni boshladi sekin. Nimaga? Sababi ish boshida qiyindek ko'rinadi.
o'rganishni boshlagandan keyin hamma narsa o'sha mental modelga aylanadi, ya'ni osonlashib qoldi. Shunaqa qilib ingliz tili ustozlik qilib yuribmiz. Shunaqa, ya'ni mana qilganga o'xshash. Ya'ni qilasizda keyin yaxshi ko'rib qolasiz. Boshida kasb sifatida ishlash kerak-ku, endi erkak kishi deysizda. Boshlab keyin qaraysiz o'rganib qolasiz. Sizda qanaqa bo'lgan? Ochiqchasiga gaplashamiz. Podkastda bizga o'xshagan oddiy odamlar ko'p, oddiy ishi boricha gaplashamiz. Menga shu Temur akani teacher team holatiga juda ham yaqin. Aytmayman, bu narsani oldindan o'ylab ustoz bo'laman, teacher bo'laman deb o'ylamaganman. Chunki birinchi bo'lib meni teacherlik soham 3,5 yil oldinga taqab, shu Kambodja davlatida boshlagan. O'sha Southeast Asia, o'sha Tailand taraflarida. U yerda albatta teacherlik ustunroq bo'lgani uchun, agar chet ellik bo'lsangiz, biz o'zbek bolalar u yerda chet elliklar deymiz. Bizga o'sha ingliz tili bilan to'lgan degan bir stereotip bor ularda. O'shanga birinchi kurs institut modda bitirdim. Qarorman o'sha moliy tarafdan, moddiy tarafdan oilamni ko'p qiynayapman. Pul bu yoqqa, u yoqdan bu yoqqa kelyapti. Shunaqa. O'shanga atrofga qarab bir o'zimni qo'llab-quvvatlashimga bitta kasb bo'lish kerak dedim. Qaradim, albatta qora ishchilik qilishni o'tga xohlamaysiz, to'g'rimi? O'tda institut o'qib, boshqa narsalarni qaraysiz. Eng zo'r variant, eng yaxshi variant bu ustozlik bo'lib chiqdi. Nimaga? Chunki birinchidan siz u yerda toza joyga kirib, toza kiyimda kirib, konditsioner tagida, issiq o'lkada ishingizni qilib, chiqib, o'shanaqa nima desa bo'ladi, imkoniyat yaratib berishgan o'sha davlatga. O'shanga meni o'zim borib qolganman. O'zim tanlab bormaganman, o'zi yo'limdan chiqqan. Ya'ni eng yaxshi tanlov shu bo'lganda, bundoq variantlar orasida o'zimda o'qituvchilarni qarasangiz, shu ikkita toifada hayot, ya'ni tirikchilik bilan kirib qolgan, keyin yaxshi ko'rib qolgan. Chunki yaxshi ko'rib qolmasa chiqib ketadi sohadan. Yoki ustozi, "Sen yaxshi bola ekansan" deb turib shogird qilib, o'zini o'quvchilarini berib, shunaqa qilgan. Maktabdan o'qituvchi bo'lib chiqaman deganlar juda kam. Mana hozir ham maktabda ishlaymiz-ku. Kim o'qituvchi bo'ladi desiz, patir-putur qo'li ko'tarilib ketmaydi-da. Biznesmen bo'laman desiz, yarmi qo'l ko'taradi. Ya'ni yarmi 60-70% qo'l ko'taradi. Lekin o'qituvchi kim bo'ladi desiz, ko'tarmaydi. Lekin shularning 10-15% baribir o'qituvchi bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, endi mana ishlayapsizlar, o'qituvchi bo'lib, vazifaga kirdik. Qachon mana shu bitta o'quvchidanmi, ota-onadan rahmat eshitibmi, ishxonada nimadir bo'lgandami, zo'r ishaganda, shu maza ishaganda degan narsa qachon o'tgan sizda? Menda Miselta olgan yilim o'tgan. O'zi shunchaki men misol uchun universitetda asosiy soham o'qitish emas, lekin baribir rasmiy kvalifikatsiya olish kerak. Unaqa narsam yo'q edi menda. Keyin aprelga yaqin, martga yaqin shu o'quvchilar natijalari ko'rinishni boshlagan. Endi ular bilan misol uchun o'quv markazidan farqi maktabdagi o'quv markazida misol uchun belgilangan soatda haftada 3 marta ko'rishlar xolosda, lekin maktabda har kuni ko'rishiladi. U mevani ko'rganingizdan keyin boshqacha rewarding degan narsa borda, his bor. O'shanaqa narsa beradi, his beradi. O'shandan keyin aprelda qaror qilganman, Selta olaman, shu nima deydi, xalqaro kvalifikatsiya olaman. Shunda qolaman deb shu hisni bergan 2024 yil. Chunki Seltani 2024da olganman. Ya'ni nomevalar yetishib chiqayotganini ko'rib o'quvchilaringizni shu his o'tgan. Sizda qachon bo'lgan? Shu bolalar bilan bog'lanib qolganman u yerda, masalan. Nima desam bo'ladi? Men hech qachon ishlagan vaqtimda bu meni ishim deb o'ylamaganman. Lekin o'sha teacher aytganlaridek, mevasi shundaki, kuni bo'yi ko'pincha vaqt bolalar bilan vaqt o'tkazasiz. Ertadan kechgacha ular sizni eng yaqin do'stingiz ham bo'lib qoladi qaysidir momentda. O'sha narsani ko'rib, natijalariga ulardan ham ko'proq xursand bo'lishni boshladim. Qaradim, biz bitta jamoamiz, men ularning lideriman. Menga bunaqa berilgan mas'uliyatni men yaxshi bajarayotganimni bilganimdan men tanlamadim, lekin yaxshi bo'ldi, yaxshi ish ketyapti deb natijasidan juda ham xursand bo'lganman. Ya'ni berilgan mas'uliyatni uddasidan chiqqanimdan. Zo'r. Siz uchun yaxshi o'quvchi qanaqa bo'ladi? Ya'ni ba'zilar uchun eng qiyin o'quvchi eng zo'r o'quvchi. Nimaga? Chunki u talantini ochadi, mana shunda natija qilaman deydi, hech kim o'rgata olmaganini men o'rgatdim deydi. Ba'zilar uchun yarimta gapirgandan olgan o'quvchi eng zo'r. Siz uchun qanaqa o'quvchi eng zo'r o'quvchi? Eng zo'r o'quvchilar o'zi ko'p. Bitta qolipga solish qiyin. O'zi eng yaxshisi kamtari. Chunki o'zi shundoq ham hamma narsani biladigan o'quvchiga bir nimani o'rgatish juda qiyin. Kamtar o'quvchi men uchun eng zo'r o'quvchi ekan. Uni natijasi ham zo'r bo'ladi. Chunki agar kamtar bo'lmasa,
yuraveradi deb man bilaman, o'rganmayman, tayinlanmayman, dars qilmasam bo'laveradi deydi. Da. Keyingisi menimcha ekanlarning ranki, ya'ni o'rinlari teng bo'lardi. Ekanlari ham eng yaxshi bo'lardi. Shu turdagi kamtardan keyingisi menimcha Talabchan. O'ziga. Talabchan. O'ziga ham va ustozga ham. Nima deydi, ba'zan misol uchun ustoz uyga vaqt jo'natolmay qolishi mumkin. Endi baribir odammiz. O'shanda talab qilib turadigan, eslatib turadigan. Chunki bu degani u ustoz berganga qo'shimcha ham o'zi qiladi uyda. Bu degan natija yaxshi bo'ladi. Chunki ustoz faqat men o'ylayman, yo'l ko'rsatadi xolosda. Uni yo'lda yurish baribir o'quvchini o'zi qilish kerak. Hamma o'rganish o'zi odam o'zida bo'ladi. O'qituvchi olib solib qo'yolmaydi-ku menda. O'qituvchi osonlashtirib beradi, tezlashtirib beradi-da. Siz uchun eng yaxshi o'quvchi kim? Men tajribamda menga eng yoqqan o'quvchilar albatta ikkita toifaga bo'linadi. Bittasi o'sha xato qilishdan qo'rqmaydigan, ko'p xato qilgandan ko'proq o'zimga yaqin olaman, chunki u o'zini men oldinda xato qilayotganda o'zini qulay his qilyaptimi, значит menga muhtoj, men unga yordam bera olaman. Ikkinchisi, men bergan vazifani xuddi aytganimda qilmasdan sal ijodini ishlatib, o'zidan boshqacharoq qilgan, boshqacharoq vazifani oldimga olib kelib bergani unga kredit bera olaman. Bu o'zini ishi bu. Men aytganimda qilmadi 100%, lekin o'zidan qo'shib qilgan, ijodini ishlatgan o'quvchilar menga ijodkorlar. Xato qilmaslik muhim, chunki xato qilsa, xatodan qo'rqsa, gapira olmaydi, yoza olmaydi, o'zini ekspress qila olmaydi. Men oldimda xato qilishga o'zini qulay his qilgan o'quvchilar, qo'rqmagan, xato qilishdan qo'rqmagan. Xo'p, endi asosiy mavzuga kelyapmiz. Bizda maktabda bolalar, mana ikkalovilar maktabda ishlagansizlar, ishlaysizlar. Birdan 1-sinf 7 yoshdan to 18 yoshgacha bola o'qiydi. 11 yil taxminan. Ingliz tilini agar oladigan bo'lsak, umuman til o'rganishni oladigan bo'lsak, bola qaysi yoshda tilni bilib bo'lgani yaxshi? Sizning tajribangizda umuman, ya'ni qaysi yoshda, mana shu yoshda oxirgi nuqtasini qo'ysak yaxshi. Qancha erta bo'lsa shuncha yaxshi o'zi. Qancha erta bo'lsa shuncha yaxshi. Da. Agar ingliz tili haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zi istalgan tilda erta bo'lsa shuncha yaxshi. Shunaqa tadqiqot bor. Oson tushuntirishga harakat qilaman. Bolalar tug'ilganda o'zi neyroplastiklik degan narsa bor-ku. Juda ham ko'p o'sha o'zgaruvchanligi juda ham yaxshi bo'ladi. Miyada bu degani o'rganish yaxshi bo'ladi degani. Shuning uchun ularni tovushlarni ajrata olish qobiliyati juda kuchli bo'ladi. Misol uchun arab tilida p harfi yo'q. B deydi. Bolalar o'shaning uchun yoshlari kattalashgani sari o'sha arab tili muhitda katta bo'lganligi uchun p va b harflarining orasidagi farqni anglash qiyinlashib borar ekan. Ya'ni qancha erta bo'lsa, bu degani ularni tovushlarni ajrata olish qobiliyati ham shuncha yaxshi bo'ladi. Bu degani aksent ham yaxshi bo'ladi degani. Talaffuz ham yaxshi bo'ladi degani. Lekin maksimum 12 yoshgacha bo'lsa zo'r. Chunki o'sha til ularning o'zlariniki deb bo'lib qoladida. Shunaqa nima deydi, tadqiqotlar ham bor, muhim davr gipotezasi degan. Ya'ni 7 yoshdan 12 yoshgacha o'rganib olmasa, uzog'i keyinchalik ularni o'zlari haligi acquire qilmaydi, shunchaki o'rganib olmaydi-da, balki o'tirib o'rganish kerak. Dars sifatida o'qiydi. Dars sifatida o'qish kerak. 12 yoshgacha o'qisa, uni til sifatida o'rganib qo'yadi. Biz mahallada yurib ustidan o'rganib qo'yganmiz-ku. Ilib oladi deydi, o'shanday. Chunki u o'sha til unga tushyapti va bola uni ona tilim, bir tilimni bir qismi, hayotda bir qismi deb xuddi ovqat yeyish o'rganganda o'rganib oladi bu ko'nikmani. Chunki uni hayotini bir qismida. Va 12 yoshdan keyin men o'rganganman ingliz tilini. 18 yoshimdanmikan, 20 yoshimdanmi kecha o'rganganman-da. Haligacha aksentim bor-da. Shunga-da, demak, ya'ni nozik tovushlarni ajrata olmayman-da, nozik farqlarni bilmayman. O'sha CH'larda farq bo'lishi mumkin, Z'da farq bo'lishi mumkin, D'da farq bo'lishi mumkin. Lekin aksentlarni qo'yib gapira olmayman. Men bilan 10 soniya gaplashgan odam biladiki, siz ingliz tilini o'rgangan ekansiz deydi. Lekin faqat aksentdami masala? Ya'ni faqat deylik, ota-ona bola sifatida rozi bo'lsam, mayli, endi bolam hozir yoshligida matematika o'rgansin yoki o'zini ona tilini yaxshi bilsin desamda, yoki rus maktabga bersamda, rus tilini birinchi o'rganib olsin. Ingliz tilini mana o'quv markazlari 1,5 yilda, 2 yilda $1000 7 qilib beryapti desam. Chunki men 16 yoshda mana o'quv markazlari boshlang'ichda 4 yil o'qitadi. Ingliz tilini o'rgatish uchun. Ildirish uchun. Lekin dars sifatida o'rgatsa 1,5 yil o'rgatib qo'yadi o'quv markazlari.
Bizni o'zimizni o'quvchilarimiz ham maktabda mana 11 sinfga kelyapti, bilmaydi, o'rgatib qo'yamiz. 10 sinfga kelyapti, 2 yil o'rgatib qo'yamiz. Ya'ni muddat ancha qisqada. Yuqori sinfda. Shunaqa faqat aksent uchungina ekan 12 yoshgacha o'rgatish. Shumi faqat buni ustiga? Yo'q, bu biroz ya'ni bu bitta qismi xolos, bitta faktor. Keyingisi bu kognitiv, ya'ni fikrlashiga ham ta'sir qiladi bolani. Nimaga? Sababi mana ikkita tilni birdaniga biladigan bolada kognitiv boshqaruv, ya'ni o'zini boshqarishi yaxshi bo'ladi, fokusni bitta joyga qarata olishi yaxshi bo'ladi. Nimaga? Chunki misol uchun miyada ikkita anaqa borda, til borda. Bittasini ishlatganda ikkinchisini o'chira olish kerak. O'sha narsani, ya'ni tasklardan bitta mashqdan ikkinchi mashqqa fokusni qarata olish yaxshi bo'ladi, o'zini boshqarish yaxshi bo'ladi. Endi bu yaxshi bo'ladi deymiz, lekin bunga yana aks ta'sir qiluvchi yana boshqa narsalar ham borda. Misol uchun hozir gadjetlar bor, boshqalar bor. Bunga shu effektlarni ham qisqartira olish mumkin. Lekin umumiy olganda til o'rganish, ya'ni ikkita tilni, balki bir nechta tilni bilish bolaning miyasini rivojlanishiga zo'r ta'sir qiladi. Ertaroq o'rgansa, mana misol uchun oddiy o'zini o'zbek tilisini, oddiy o'zini o'zbek tilisida yaxshi bo'lsa, lug'at boyligi zo'r bo'lsa, narigi tilda ham o'rganish oson bo'ladi, chunki tilning asosiy nima deydi, yoqilg'isi bu lug'at. Lug'at nima? Bu labeling, ya'ni narsalarni nomlash. O'z-o'zidan miyada misol uchun o'sha narsani konsepsiyasi bo'lsa, ya'ni nimaligi bo'lsa, uni boshqa narsaga o'zgartirish, ya'ni boshqa tilga o'zgartirish qiyin emas. Ikkinchi til doim birinchi tildan osonroq bo'ladi, chunki biz birinchi tilga ham ancha yillar ketkazamiz. Mana shuni nomlab bo'ldimi, stakan deb. Demak, men buni alohida, men stolning alohidaligini bildim. Nomlash kerakligini bildim. Endi men buni stakan deb ham, krujka deb ham, ingliz tilida ham, kap deb ham nomlab qo'yaveraman-da. Endi shu qanaqa bo'lgan boshlang'ichlarda nima o'zgarishlar sezgansiz? Siz mana kelganingizda aytdingiz boya. Bolalar harf bilmasdi dedingiz, alfavit demay A B C deb yodlatdingiz. Xo'p, yana nima o'zgarishlar bo'ldi? Mana shu kambodjalik bolalarda siz ularga 4 yil davomida, 3 yil davomida ingliz tili o'rgatdingiz. Ingliz tili yaxshilashganda qay darajaga yaxshilashdi? O'sha sizda darajasiga yetib oldimi? Ya'ni siz mana native sifatida ularga dars beryapsiz 4 yil, 3 yil davomida. Bu bir, ikki, boshqa fanlarda nima o'zgarishlar sezdingiz? Juda ham yaxshi savol. Chunki bunaqa vaziyat aytganimdek mas'uliyatli bo'lgan. Men u yerda o'zlarini tilini bilmasdan ingliz tilini dars berishim kerak. Ya'ni bizning maktablarda masalan osonroq bo'lishi mumkin, bolalarga tushuntirish, o'zbekchada tushuntirib, ingliz Hech bo'lmasa uni gapini tushunasiz-da. Hech bo'lmasa nima holatganini. U yerda men shunaqa vaziyatda edim, faqat ingliz tili. Ular qaysidir 10% bilardi. Men boshlagan vaqtimda maktabda bog'chadan boshlaganman, to'g'risi. Bog'chadan boshlang'ich sinfga chiqarganman ularni. O'shanda EL2, EL3 degan boshlang'ich darajalari bo'ladi. Ularda early learning deymiz. Va kirib kelganimda albatta aytganimdek harflarni o'tayotgan bolachalar edi. Shunda juda ham katta mashaqqat bo'lgan, sabr kerak bo'lgan, juda ham katta sabr kerak bo'lgan va Mr. Sim aytganlaridek, lekin yaxshi tarafi, ular yosh bo'lganda kirib kelganning yaxshi tarafi, ularning miyalari juda ham sezgir bo'ladi. Adaptatsiya qila oladi. Yangi ustoz keldi, bizni tilimizni bilmaydi, faqat inglizcha tushunyapti. Ularga ham qiyinroq, bundoq qarasa menga o'xshab. Lekin shu narsa bir-birimizga shunaqa mas'uliyat qo'yganimizga, ularning miyasi juda ham sezgirroq. U 3-4 yoshli bolachalar edi, 4-5 yoshli bolachalar. Miyasi sezgirroq bo'lgani uchun menga ko'nikishlari boshida sekin bo'ladi juda ham, lekin shu 5-6 oylik perioddan keyin ulardan tezroq o'rganadigan bolalar bo'lmaydi. Даже bundoq taqqoslab qo'ysak, bitta 2-3 unit berdik bularga. Adaptatsiyadan o'tishdi. Boshlang'ich sinflarga ham 2-3 unit berdik. Ularda tushunishlari tezroq bo'ladi. O'sha gubkaga o'xshab sezgir bo'ladi ular adaptatsiyadan o'tgandan keyin. Demak, to'g'ri tushunishim bo'yicha boshlang'ich sinflarda til o'rganadigan bolalar agar ularga o'rgatadigan bo'lsak, uzoq vaqt oladi, chunki kirishib olishi qiyin. Ya'ni u hali dars sifatida olmaydi, 6 oy, 7 oy, 8 oy ketib qoladi. Lekin kirish bo'lsa, keyin kattasi bolalardan ko'ra tezroq ketadi va boshqa fanlardan ham yaxshilashadi, chunki u miyasiga katta bosimda, katta qiynaydigan bitta ishni o'rgata oldi. Ikkinchi tilni ola oldi va sizni holatingizda ular sizni tilingizni bilmaydi, siz ularning tilini bilmaysiz va tushunmaysiz, o'rgata olibsiz bolalarga. Demak, biz O'zbekiston sharoitida agar o'qituvchi faqat ingliz tilida gapirib ham o'rgata olar ekan demak boshlang'ichlarga agar. Bunga ishonaman, ishonchim bor. Hozir shunaqa o'tyapsizmi darsda? Toza ingliz tilida. Hozir shunaqa o'tayotganimda muammolar kelib chiqdi. Ya'ni
maslahatlar berish boshlashdi, osonroq, ya'ni o'zbekcha aralashtirib o'tiring bolalarga, osonroq bo'ladi tushunishga. Lekin men bu narsani qo'llab-quvvatlamayman, chunki u adaptatsiya boshlanmaydi bundan qilsak. Qisqa muddatda yaxshi, uzoq muddatda noto'g'ri Shunaqa, qaror. xuddi shunaqa. Undan ko'ra qancha qiynalsa, men bilan 5-6 oy adaptatsiya jarayoni ketayotgan bo'ladi. Bu 6 oy. Bundoq qaraganda bu odam bilan inglizcha gaplashish kerak deydi bola. Shunda boyagi so'zlarni qidiradi. Ana chet elga borganda shunaqa qilib qolamiz-ku, qaysi so'zlarni nima ishlatsam ekan deb. Mana shu yerda nima deydi, ikkalamizni avvalgiroq gaplashgan joyimizda biroz chalaloq javob berdim. To'ldirsam maylimi? Nimaga kechira o'rganmaslik kerakligi haqida. Albatta. Mana misol uchun bolalar biz hozir 1,5 yil deyapmiz. Misol uchun ingliz tilini o'rganishga 1,5 yil vaqt sarflaydi. U boshqa fanlarni yig'ishtirib qo'yganda-da. Hozir teenagerlar, o'smirlar nima qiladi? 14-15 yoshdagi bolalar ko'p vaqtni, misol uchun men o'zim 2 yil 3 yil sarflab o'rganman ingliz tiliga. Cho'zilib yuraveradi. Shunaqa qilib uzoqlashib, endi unga qancha katta IELTS ball kerak bo'layotgan bo'lsa, SAT kerak bo'ladigan bo'lsa, shuncha ko'p vaqt oladi. Ya'ni akademik ingliz tili kerak bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilida men fizika o'qiyman, matematika o'qiyman desa qiyin cho'zilib ketaveradi. Da, umumiy hozir raqobat, misol uchun biz o'zimiz raqobatchimizni narigi o'zbek bilan emas, balki amerikalik bilan solishtiradigan bo'lsak, bolalar orqada qolib ketadi-da. Uni o'rniga misol uchun fizika, matematika o'qiganida yoki o'zini sohasini kimyo o'qisa, ingliz tilini o'rganib bo'lgandan keyin-da vaqt tejaydi-da, vaqt yo'qotmaydi. Misol uchun IELTS, SATga yillab tayyorlanib ko'rgandan ko'ra birpasda olib topshirib qo'ya oladi. Chunki IELTS bu shunchaki test xolos-da. Ingliz tili yaxshi bo'ladigan bo'lsa, 2 oy 3 oy yetadi bemalol. SAT ham xuddi shunaqa. Ingliz tili yaxshi bo'lsa bo'ldi. Matematikasi ham bor, to'g'ri. Vaqt yo'qotmaydi, muhimi shu. Bu yerda yana bitta boshqa omil. Boshlang'ichligi ingliz tilini xuddi shu kattalarga o'rgatganday o'rgatiladimi yoki ya'ni mana aytibdilar-ku, hamma narsadan ajratib, alohida dars qilib, ular qanaqa dars o'tilishi kerak, necha soat bo'lishi kerak? Ya'ni necha yil haqida gaplashyapmiz, necha soat haqida gaplashyapmiz? Sizga endi bu savol. Necha soat haqida gaplashyapmiz? Ya'ni qanaqa dars qo'yilishi kerak? Boshlang'ichlar har kun ozginadanmi? Yoki mana kattalarda biz o'quv markazida haftada 3 marta yoki har kun 2 soatdan ertalab qo'yiladi va shanba ham dars qiladi. Ya'ni kichkinalarni o'rgatish usuli qanaqa o'zi? Ingliz til o'rgatmoqchiman men bolamga, farzandimga, ota-onaman. Ingliz sinfga berishim shartmi? Men shunaqa deb bilaman. Hozirgi tushuncham mana shunaqa. Ingliz tilini o'rgatmoqchimisiz? Ingliz sinfga berishingiz kerak. Ya'ni English first, ya'ni darslar ingliz tilida o'tiladigan bo'lishi kerak. Nima deydi? Tabiatshunoslik, boyagi ona tili, adabiyot, matematika hammasi ingliz tilida o'tilishi kerak deb bilaman hozir. Boshlang'ichda ingliz tilini o'rgatmoqchi bo'lsangiz yoki qo'shimcha dars sifatida qilib o'rgatsa ham bo'ladimi? Shu savolim bilan boy berib o'tgan javobimda yana tasdiqlab o'tib ketish mumkin. Bu yerda hozir 2-3 nuqtalarga javob beraman. Odamlar o'ylashi mumkin 5-6 yoshdan keyin berish maktabga, ya'ni ikkinchi English as second language, ingliz tili ikkinchi til sifatida berilsa, bu albatta bolalarda men aytgandek adaptatsiya bo'lmaydi. Chunki ikkinchi til haqida ularda vibor bor, ya'ni ularda imkon bor. Nima desam bo'ladi? Ingliz tilini o'tayotganlarda fanlar, matematika, boshqa fanlar ingliz tilida o'tilmaydi bu yerda, to'g'rimi? Ingliz tili faqat qo'shimcha sifatida. Demak, siz aytyapsiz ham boshqa hamma fan ham ingliz tilida o'tilgan. Shunaqa. Va u ingliz tilida o'tiladigan maktabga ingliz tili bilmaydigan bolalar kelgan. Shunaqa. Demak, ular nafaqat sizga moslashishga majbur bo'lgan, hamma fanga moslashish kerak bo'lgan. Mana shu yerga yana qo'shimcha qilishimiz mumkin. Amerikada Jim degan bolakay bo'lgan, uni ota-onasi kar va soqov bo'lganda, lekin u unaqa bo'lmagan, kar va soqov bo'lmagan. U o'sha tilni endi biz faqat hozir birinchi til haqida gapiryapmiz, lekin tushadi bunga ham. 3 yosh xullas kalom 4 yoshga yaqinlashganda tadqiqotchilar ularni u bolani o'rganishni boshlaydi. Tili o'zini tengdoshlariga nisbatan yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. U asosan ko'p vaqtini shu televizor ko'rib, radio eshitib o'tkazgan bo'ladi. Keyin u bilan o'sha maxsus o'sha gapiruvchilar, endi haqiqatan ingliz tilini biladiganlar gaplashishni boshlaydi. Radikal o'zgarib ketadi, ya'ni tez o'zgarib ketadi tili. Bu bilan nima demoqchiman? Ingliz tilidagi muhit muhimroq, ya'ni darsdan ko'ra. Nimaga? Chunki даже televizor bilan radio ham yordam bermaydi. Unchalik zo'r anaqa qilmaydi. O'rnini bosmaydi. Haqiqiy odamning o'rnini. O'shaning uchun o'sha muhit yaxshiroq. O'rganish. Lekin uni ukasi bo'ladi, Glenn degan ukasi tug'ilgan keyin. U unda bunaqa muammo bo'lgan. Nimaga? Chunki akasi bo'lgan Jim. Gapira oladigan. O'shaning uchun.
juda ham yaxshi Yeah. ma'lumot bo'ldi. Namuna bo'ldi. Xo'p, demak, biz ota-ona sifatida bolalarimizga ingliz tilini ona tilidek aksentsiz o'sha tilda o'yla oladigan qilib o'rgatmoqchi bo'lsak, boshlang'ich sinfini ingliz birinchi bega berishimiz kerak. Shunaqa bo'lib chiqib, shunaqa xulosaga qolyapmizmi? Ya'ni muhit shu, ya'ni uni do'stlari ham shu tilda gaplashyapti, deylik, darslar ham shu tilda bo'lyapti, bunda matematikasi ham o'sha tilda-da uni va u o'rganmasdan iloji burchakda u. Ya'ni burchakka taqalganda, hozir lekin bir haftada 3 marta dars qilib qo'yib beradigan bo'lsak, o'tni burchakda emas, 3 baho olib ham o'qiveradi-da. Shunaqa. Shu qancha yosh berilganida, даже hatto boshlang'ich sinfda berilganda ham, birinchi, ikkinchi sinfda berilganda ham shu aytgandek gubka funksiyasi juda ham sezgirligi bu adaptatsiyadan osonroq o'tib berishga ruxsat beradi. O'sha bolalar 4-sinfga borib, demak, native levelda gaplashishdimi? Ya'ni bemalol ingliz tilida istalgan mavzuni olib, istalgan kitobni o'qib, istalgan videoni tushunadigan darajaga yetishdimi 3,5 yilda? Native deganda hamma har xil tushunchasi bor. Men nimaga ularni native deyman? Ingliz tilida o'ylashni boshlashdi. Istalgan kitobni olib tushunyapti. Bizda mana rus tizimlarida shunaqa muammo bor. Bola birinchi sinfda ba'zi ota-onalar olib keladi, o'zbek tilini biladi, rus tilini bilmaydi. Kiril alifbosini ham bilmaydi. Birinchi sinfda olib keldi, 4 yilda bolam rus tilini o'rgansin deydi. Men bilmadim, qiynaldim, bolam qiynalmasin deydi. Uyda hech kim bilmaydi. Va 4 yilda bola rus tilini o'rganadi. O'rganadi, lekin bilimni orqada qolib ketadi. Nega? Chunki birinchi sinfda, ikkinchi sinfda o'sha tabiatdagi suv aylanish, kondensatsiya hodisalari o'tilayotgan paytda, matematikada bo'lish ko'paytirish o'tilayotgan paytda, sayensda o'sha zichligi kichkina moddalar, zichligi katta suvning ichida cho'kmaslik mavzusi o'tilayotgan paytda u tushunmagan u mavzuni. Ya'ni u yarim so'zlarni tushunmayapti, nima bo'layotganini bilmayapti u. O'qituvchi nimadir deyapti, nasihatlar qilyapti, unga tarbiya qilyapti, mana bunaqa qil, chaynama tagiga olib pishtirma deyapti, u tushunmayapti uni. Ya'ni ya'ni til o'rganyapti, rus tilida ona tilida gapiradi. Bor bizda ham shunaqa o'quvchilar bor, maktabimizda bilasiz. Ona tilida gapiradi rus tilida. Rusdan ajrata olmaysiz. Lekin bilim yo'q. O'sha 3 yil davomida bilim olmagan, 4-sinfda bilim olishni boshlaganda, lekin til bor. Yoki mana siz o'zingiz taniysiz, o'qitdingiz ham. Turkiyada yashab kelgan bolalarimiz bor. Turk maktablarida o'qigan, turk tilini zo'r biladi. 2 yil, 3 yil o'sha turk maktabiga qo'yib yuborishgan, arab maktabiga qo'yib yuborgan bolalarimiz bor. Ingliz maktabiga, lekin o'sha 2-3 yil moslashib olguncha bilim bo'lmagan. Bilim yo'q. Chunki bilim olinadigan tilni u bilmaydi. Endi shu vaziyat qanaqa yetsak bo'ladi? Ya'ni bu yutqizish emasmi baribir? Ya, to'g'ri. Biz hozir lekin rus tili haqida gaplashayotgan bo'lsak, bizda shunaqa, to'g'ri, chunki rus tili ikkinchi til. Maktablar ham, rus maktablari ham faqat o'sha ruslar uchun moslashganda. Lekin misol uchun bizda o'zimizda ochilayotgan English first klasslar bo'ladigan bo'lsa, instruksiyalar degraded, ya'ni o'sha bolalarni o'sha kontent ham, hatto ichidagi kontent ham bolalar darajasiga moslashtirilgan bo'ladi-da. Ya'ni regardless of the background, ya'ni u bola avval tilda o'rganganmi o'sha ingliz tilini yoki yo'qmi. Agar shunaqa bo'lsagina keyin bu muammo yechiladi. Bo'lmasa, chunki foyda yo'qda. Agar chunki kontent tushunmaydigan bo'lsa, bola demak tilni ham tushunmaydi. Chunki Krashinda qanaqasi bor, nazariyasi bor. Qachonki biz tushunganimizda keyin o'rganamiz tilda. Shunaqa. Demak, agar bola o'sha kontent tushunmayapti, bu degani u nima deydi? Tilni ham o'rganmayapti deganida aslida. Yaxshi. Demak, boyiga rus, turk, arab maktablariga borgan bolalar o'sha millat bolalari uchun mo'ljallangan joyga borgani uchun o'rgangan. Bu integrativ motivatsiya deyiladi, ya'ni kirganligi uchun majbur o'rganadi. Lekin bilimdan shuncha qolib ketgan, chunki o'ta qiyin bo'lgan u. Ya'ni o'tdagi dastur, u dasturning tafakkuri shunaqa bo'lganki, bular biladi. Biladi, osonlashtirib o'tirmaymiz degan narsa bo'lgan. Lekin hozir bizdagi Oxford materiallari bola bilmaydi degan narsadan olib chiqqan. Ya'ni butun sinf shunaqa bo'lsa, ya'ni biz o'zbek bolalarni yig'ib turib, 20 ta o'zbek bolasini berib turib, "Hey, bularga soddaroq gapir, soddaroq material ber, ko'p anaqa ishlat, pantomima, gestikulatsiya ishlat, bolani tushun." Ya'ni sen mayli o'zbek tilida gapirma, lekin u o'zbekcha gapirganida unga reaksiya berdilar, inglizcha javob qaytar. Desak, bu muammo ham kamroq, ya'ni kam uchraymiz bu muammoga. Shunaqa demoqchisizda. Da. Lekin bitta muammoli jihati chiqadi. Endi to'g'ri, misol uchun bolalar o'zbek tilida gapirishi mumkin muhitda keyin. Agar eshitsak uni. Agar eshitsak, da. O'sha yerda ustoz misol uchun nima deydi? Faqat inglizchada bo'lishi kerak. Tarjima qilib ber. Da. Tarjima qilib ber. Men ota-onalarga qanaqa tushuntiraman? Mana shu savolni berishsa, mayli bola 1 yil tuqizar bilimda deyman, lekin undan keyin unga katta kutubxona ochiladi. Ya'ni butun ingliz adabiyoti, butun ingliz videolari,
kontent ochiladi. 1 yilda o'rganib olsa kerak, chunki endi rus tili 2000 soat bo'lsa, ingliz tili taxminan 800-1000 soatda 2 barobar oson o'rganish uchun. Ya'ni bu xuddi nimaga o'xshaydi? Bir do'stingiz kichkinaroq kutubxonaga kirib ketdi, lekin siz o'sha kutubxonaga kira olmaysiz 1 yil. Kira olmaysiz, o'tda kitoblarni ola olmaysiz-da. Lekin 1 yildan keyin siz undan 100 barobar katta kutubxonaga kirdingiz. Shunga o'xshatsa bo'ladi. Ya'ni o'ta ancha kitob ko'p. Yutqizdingizmi, to'g'ri, 1 yil keyinroq kirdingiz. Lekin siz kirgan joyda endi xohlagan mavzuyingizda kitob bor. Xohlagan odamingizda, ya'ni xohlagan savolingizga javob bor. Shuning uchun boyagi qisqa muddatda yutqizar ekan bola, lekin uzoq muddatda baribir yutar ekan, chunki endi u dunyo tilini o'rgandida. Chegaralar ochiladi uning uchun juda ham. Eshik yopiq bo'lgan eshiklar, boshqalarga yopiq bo'lgan eshiklar. Albatta bolakayga 1 yildan so'ng juda ham unga, lekin u intensiv uni ustidan ishlash kerak bo'ladi albatta. 1 yil yutqizgani deb uni yutqizib ham aytsak, bilmadim qanaqa to'g'ri bo'ladi, chunki aytganinglardek oddiy 1-sinfda inglizlar bolasiga berayotgan bilan bizda 1-sinfda soddalashtirgan bo'lsa, sana materialinglar tushunarli qilib soddalashtirilgan bo'ladi. Berganda ham tushuntirsa bo'ladi. Men sizga savol, siz shu muammoga uchragan bo'lsangiz kerak. Men ota-ona sifatida o'zim ham farzandim 1-sinfga chiqadiganda, mana yaqinda. Xo'p, bola farzandimni ingliz sinfga berdim, English Firstga berdim va bolam ingliz tilida uni asosiy tili bo'lishni boshladi. Xo'p, sizni farzand o'quvchilaringizni ota-onasi ingliz tilini biladimi? Hammasi emas. Bilmaydigan qanaqa gaplashadi bolasi bilan? Ularda background bor. Ya'ni qanaqa tushuntirsam ekan, ularning o'zida bazaviy ingliz tilini bilishadi, lekin albatta o'zlarini bolalardek bilishmaydi. Shunaqa muammo emasmi? Ya'ni uzilib qolmaydimi? Do'dasi, buvisi bor, tog'asi bor. Ya'ni shunday qarindoshlardan uzilib qolmaydimi? Biz-ku mana siz uchalamiz ham o'zbek tilini katta bo'lib o'rgandikda, ingliz tilini. O'zbek tilini bilamiz. Katta bo'lib o'rgandikda, yaqinlarimizdan, qarindoshlarimizdan uzilib qolmadik. Chunki bitta oyog'imiz yo'qda. Bitta oyog'imiz bu yoqda, ingliz olamida-da. Gaplasha olamiz o'zbek tilida, istalgan fikrimizni ifoda qila olamiz. Lekin men hozir tushunishim bo'yicha bu bolalarni biz 1-sinfdan beri o'rganamiz-da inglizga. Bo'ldi, sen endi dunyo qarashi, fikrlar o'rtog'i hammasi ingliz bo'lib ketadi 4 yilda. Dunyo qarashi. Bu yoq bilan qanaqa kim gaplashadi? U ya'ni tarbiya bor, muhitini qo'llab-quvvatlash qiyinroq bo'ladi bolakay. Bu bor, keyin uyda demak tajriba, ya'ni nima yechimlar bor, nima qilsa bo'ladi? Ya'ni bu qanaqa gaplashishadi? Yo o'zini ona o'sha Kamboja tilini ota-ona uyda shunaqa tilda gaplashadimi? Yoki o'sha tilda kitob o'qitadimi ota bolasiga, yoki ular ingliz tilini o'rganish kerakmi endi? Meni tajribamda hammasi bo'lgan. Ya'ni ota-onalar bolalariga qarab ham o'rganishni boshlashgan. Ya'ni menga yana ishdan keyin menga ham o'rgatasizmi deb ota-onalar o'zlari yozishgan. Bolam bilan ingliz tilida gaplashmoqchiman deb. Men nima derdim? Hatto meni o'quvchilarimning ichida shu bitta qizaloq bor edi, kichkina 4-5 yoshdan beri, 8 yoshgacha mendan oldin bo'lgan. Men uni hech qachon o'zini tilida gaplashganini eshitmaganman oldimda. To bir marta ota-onasi bilan ko'rib qolmagan o'sha. Biron muammo sezmaganman. Gaplashadi u tilda ham yaxshi. Faqat aytganimdek boshqa fanlardan ham ingliz tilida fanda o'tgan bo'lgani uchun bizda u bolakayni qo'llab-quvvatlash ingliz tilida osonroq bo'lgan. O'shaning uchun muammo kelib chiqmagan va lekin aytganingizdek ota-onasi ingliz tilini bilsa o'zlari ham bu vaziyatni osonlashtirib beradi. Har tomonlama qarash kerak. Hozir men o'ylab qoldim demak. Mana shu demak bog'chadan berib bo'lmas ekan. Lekin degan joyi bor-da. Bolangiz tilingiz tilida chiqyapti-da. U xolasi bilan qanaqa gaplashadi? Yo'q, men misol uchun uni tilim misol uchun 3 yoshgacha chiqib bo'lgan bo'ladi baribir. Shu aytaman, ya'ni bog'cha 2 yoshdan 3 yoshdan bera olmaslik kerak ekan. 3 yoshli bolaning tili juda sodda bo'ladi-da, unutib yuboradi uni. Lekin agar ota-ona bilmaydigan bo'lsa tilni, ota-ona misol uchun o'zbek tilida gapiradigan bo'lsa, baribir muhit uyda o'zbek tili bo'ladi-yu. O'shaning uchun katta to'g'ri ta'sir bo'ladi, lekin unchalik katta emas. Men endi bu yerda nima muammo ko'ryapman? Mana ya'ni rus bilan analogiya qilaman-da, men chunki rusda biz 30 yildan beri shu holat takrorlanyapti. Mana ota-ona o'zi rus tilini bilmaydi, bolani rus maktabga berib yuboradi, rus bog'chaga berib yuboradi hattoki. Bola o'zbek tilida gaplashadi. Lekin u uydagi vokabulary, lug'at tovoq, qozon, narvon, ovqatingni yedingmi, uxladingmi, ya'ni cheklangan, limited, ya'ni u chegarasi bor, mingta so'zdir. Bor, ya'ni 500 ta kundalik so'z. Stol, ovqat, ranglar, sanashlar, mashilada. Chunki ba'zi shunaqa bolalarimiz bor, uyda o'zbekcha gaplashadi ota-onasi bilan. Juda sodda.
charchadim bu uyda bunaqa deydida. Keyin dugonasi bilan yoki men bilan ruscha gaplashishni boshlasa, ochiladi gulga o'xshab. Shunda ochilib ketadi. Ya'ni lug'at ochilib men nima deydi, tuyg'ulari bilan tushuntirib, frustratsiya bo'ldimda, kutmagandim, vaziyat bunaqa bo'lib ketishini taxmin qilmagandim deb turib, murakkab so'zlarni ishlatishni boshlaydi. Shunda tushunasizki, ikkita til biladi bu. Lekin operatsion tili, ya'ni o'zini erkin his qilib istalgan narsa ifoda qila olgan tili bu tili. Chunki bu tilda o'qiydi u, o'rtoqlar bilan shu tilda gaplashadi. Har xil vaziyatlarda bu tilga tushadi. Uydagilar bilan biz ko'p vaziyatga tushmaymiz u. Demak, agar bolamizni ingliz tilini o'rganishini shunda xohlasak, bola boshlang'ichda ingliz tili ustunligiga ega bo'lishini xohlasak, o'zimizdan o'rganishimiz kerak endi. Ha, to'g'ri. Gapingiz to'g'ri, haqiqatan ham. Misol uchun, men o'zim o'zbek tilida gapirishga qiynalib qolaman-da ba'zan. Ingliz tilida fikrlarimni yetkazib berish osonroq. Qaya nechidir yilgacha siz o'zbek tilida men ingliz tilini chindan o'rganishni boshlaganman 15-16 yosh bo'lgan. Ha, demak ungacha o'zbek tili tili asosan dominant til bo'lganda, bu degani ta'sir qiladi-da, to'g'ri aytganingizdek. Ya'ni cheklanib qoladi til. O'zbek tilisi, ona tilisi cheklanib qoladi. O'sha operatsion tili ingliz tili yoki boshqa til bo'lib qoladi. Biz mana bundoq yaqinda Turkiyaga bordimda. Turk bilan gaplashishim kerak. Juda cheklangan turk adabiyotim, lug'atim. Rosa gaplashkim kelyapti-da hali bilanda. O, qardoshim, O'zbekistondan ekansan, sen turksan, turk o'zbek bitta millatda, turkiysan. Shunaqa nimadir o'ylayapti, men nimadir o'ylayapman, mana shunaqa gaplashkilaring yo'q ketyapti-da hali aka bilanda. Yo'q de so'z boyligim. Kam 50-100 ta so'z bilaman. Yaqinmiz, lekin u meni tilimni bilmaydi, men uni tilini bilmayman. Shunaqa vaziyatga tushib qolmaslik uchun ham hech bo'lmasa 7 yosh shu birinchi sinfgacha o'taqash kerak ekan deb o'ylab qoldim. Ya'ni birinchi sinfgacha 7 yoshgacha ancha so'z boylik chiqib qoladi-da. Ancha so'z boylik. U yog'iga ham keyin masalan uchun haftasiga bitta kitob o'qitsa, gaplashib tursa, yaxshi bo'ladi. Bo'lmasam boyiga vaziyatga tushib qolamiz-da. Yaqin odamimiz, lekin bilmagan tilingizda chuqur suhbatlar qila olmaysiz-ku, kam bilgan tilingizda. Shunaqa narsa bo'lib qoladi. Mendagi ro'yxatdagi savollar tugadi. Siz mana ingliz tiliga, mana o'smirlarga dars bergan o'qituvchi sifatida nima maslahatlar berasiz? Bolani til o'rgatishga yordam berish uchun va osonlashtirish uchun. Xo'p. O'smirlar uchunmi yoki yoshlar? O'smirlar uchun mana kimdir aytishi mumkin. Bo'ldi, men o'tib ketdi bolam 7-sinf, 8-sinf yoki 5-sinf bo'ldi, o'rgata olmadim. Hozir ingliz tili maktabga bera olaymi degan fikr bo'lishi mumkin yoki nima qilay endi? Ya'ni ularga maslahat bersangiz, keyin Temurbekdan ham boshlang'ich 7 yoshli, 8 yoshli bolasi borlarga eshitamiz. Shuni yakunlasak bo'ladi. Xo'p, o'smirlarda men ikki xil yo'lda motivatsiya bersa bo'ladi. Avvalroq aytganimdek integrativ, keyingisi instrumental. Integrativ bu degani o'sha muhitga tashlash kerak, ingliz tili maktabga berish kerak. Lekin endi muammo shundaki, ular endi yosh bola emas, haligi masalan 7 yosh bola emas. Birpasda o'rganib ketish qiyin. Fanlarni kontentidagi, ya'ni fanlarda o'zidagi ma'lumotlar ham qiyin-da. Qolib ketadigan periodik ko'p narsa yutqizib qo'yadi. Birpasda o'rganib olish qiyin. Ikkinchisi ham xavfli jihati integrativda ingliz maktabga berib qo'yadigan bo'lsa, hamma misol uchun haliginaqa xalqaro maktablar bor. Til bilan madaniyat kirib keladi, kultura kirib keladi. U xavfli juda ham. Ikkinchisi instrumental, ya'ni aniq maqsadini bilish kerak. Bola o'shandagina o'rgansa bo'ladi menimcha. Va faqatgina aytgan bo'lardim, o'qituvchiga tashlab qo'ymaslik kerak. Ya'ni uyda ham bugun ingliz tilini nima qilding degan savol bo'lish kerak baribir. O'zi ota-onani o'zi ham o'rganishga harakat qilsa, bu o'zi namuna bo'lish eng zo'r motivatsiya o'zi. Chunki bola ham ko'rib turib, biz oilamiz bilan ingliz tilida gapirishamiz turib ham motivatsiya bo'lib o'rganadi-da. Kecha vaziyat bo'ldi-da, anaqa bilan gaplashyapman, ota bilan gaplashyapman deb. Bitta maktabga beruvdim dedi, yaxshi maktab, pul to'ladim dedi. To'g'ri aytasiz, ya'ni har hafta, har oy xabar olib tursa, u tezroq bitadi. Javohir aka Toshpo'latda zo'r gaplari bor. Nima deydi? Endi bu ekstremal ko'rinishi mumkin. Aytib qoladilar-da, endi aynan shunaqa masalalar ham. Nimaga biz ota-onasi ham e'tibor bermaydigan bolaga e'tibor berishimiz kerak. Unda bitta, bizda 20 ta. O'shada juda ham haligi nima deydi, powerful-da, ya'ni kuchli sitata. Endi misol uchun e'tibor beriladi, to'g'ri, lekin ota-ona ham qaramayapti-da u bolaga. O'shaning uchun e'tiborli bo'lsa, ustozdan so'rab turilsa, tashlab qo'ymaslik ham, pulim to'laman, berganman ustozga, bir gap bo'lardi. Bo'lmaydi o'sha. Lekin boyaga e'tibor beradigan ota-onalarda 2x 3x rezultat bo'ladi, natija bo'ladi.
Timurbek, siz nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'sha 1-sinfdan 4-sinfgacha farzandi bor ota-onalar bugun gaplashmagan mavzularimiz orasidan. Albatta, men aytgan bo'lardim, ota-onalar bilan ustozlar birga ishlashi kerak bolamizga. Chunki ular ikkalasini ham majburiyati bitta, ikkalasini ham ya'ni goal, maqsadi bitta. Birga ishlashi kerak. Ota maktabga berib qo'yib, bo'ldi deb keyin 2 yil monitoring qilmasdan qarash kerak emas, albatta. Monitoring qilib turish kerak. Ko'p vaqt olmaydi. Даже uyda bo'lganlarida 5-10 minut yoki 15 minutgacha ham bola bilan uyga vazifasini tekshirib qaytarish qilib qo'rganu shu aytganingiz 2x bo'lib ketishi mumkin bilmaysiz. Lekin ota-onasi bilan qilsa bu narsa, ustoz bilan ham qilgan narsani ota-onasi bilan hazab qaytarish qilsa uyda 15 minut yetadi. Ko'p o'zi otalarimga ham aytaman, qaytarish qilinglar, birga ishlaylik, ko'p vaqtingiz ketmaydi. 15 minut uyda qaytarish qilsanglar, men aytgan narsamni ertasi kuni u esdan chiqarib kelmaydi o'z narsani. Shu narsa bor. Bir-birining ustiga qurilib ketaveradi, uy buzilib tushmaydi. Shunaqa birga mustahkamroq bo'ladi va ikkinchi savolga qachon boshlash kerak? Shu savolni to'ldirib ketsam, bolangiz agar 6-sinf 12 yosh bola bo'lsa ham bu kech deb o'ylamang. Hozir muhokama qildik, qancha yosh bo'lsa shuncha yaxshi deb. Bu lekin aytganimizdek, agar ikki tomonlama ota bilan ishlansa, bolaga o'ziga kerakli darajada o'rganib oladi. To'g'rimi? Demak, ustozlar, sizlarning mavzularni xulosa qiladigan bo'lsak, bola qancha tilni, ingliz tilini vaqtli o'rgansa shuncha yaxshi. 12 yoshgacha agar u bilsa, chegara shu. 12 yoshda agar ingliz tilini bilsa, u ona tilida bo'lib ketadi. Lug'atlar qarab yurmaydi, qiynalmaydi, aksentsiz gapiradi, o'sha tilda kitob o'qiydi, o'sha tilda izlanadi. Ertaga SAT ballari baland bo'ladi. O'zi umumiy oson, ingliz tili uni tili bo'ladi, ona tili bo'ladi. Lekin 12 yoshgacha bilish kerak ekan deb turib, 2 yoshdan ingliz bog'chaga bera olmaslik kerak. Balki 7 yoshdangacha kutib, bolaning ona tili lug'atlari shakllanib, chunki ertaga siz bilan, dadasi bilan, buvisi bilan, qarindoshlari bilan, agar O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, o'zbeklar bilan aloqa saqlab qolish uchun 7 yoshdan boshlab beriladi. 5 yil davomida ingliz sinfga, agar yoshligida ingliz tilini o'rgatmoqchi bo'lsangiz, ingliz sinfga berib turib, uni ingliz tilida chiqarib yuboriladi. Shuni 4 yil, 5 yilda bemalol mana ustozlarimiz aytishdi, bola o'rganib oladi. Lekin u bir haftada 3 marta dars bor desa, hattoki sertifikat ham olishi mumkin bola. B1, B2 olishi mumkin, lekin u tilda zo'r ona tili deb bo'ldi degan emas. Sertifikat uni belgilab bermaydi. Xo'p, keyin agar ulgurilmaydigan bo'lsa, ustozimiz aytgandek, bolaga maqsad qo'yiladi. Sen bilan chet elga ketishing kerak, men universitetga kirishing kerak, IELTS olishing kerak, yoki mana bunaqa qilishing kerak, yoki ishga kirishing kerak deb turib, o'sha maqsad uchun ingliz tilini yuqori sinf 5 dan 6 dan yuqori sinfda faqat bola maqsad uchun o'rganadi. Chunki endi til o'rganish endi ishga aylandi. Ya'ni boshida gaplashdik, ilm olish bor. 12 yoshgacha, 12 dan keyin unda u mehnat, u matematikani o'qigandek o'qish kerak, dars qilib, grammatika o'rganish kerak. Shuning uchun unda unga maqsad qo'yib bersagina, mana buni qilsang, ingliz tili kerak qilishga desagina u o'rganadi. Buning uchun bolaga demak gaplashib, tekshirib, uy vazifa berib, vazifasiga qarashib o'rgatamiz va shunaqa qilib ham 2-3 yilda bolani o'rgatib olsak bo'ladi. Yuqori sinfda ingliz maktabga berishni kamchiliklari juda ko'p. Chunki fizika, ximiya, matematika juda ko'p tarix fanlaridan qolib ketib qoladi bola va bo'shliqni to'ldirib bo'lmaydi va u 2-3 yil davomida o'sha 8-9da o'rgangani bilan ham boshligida o'rgangandek bo'lmaydi. 12 dan o'tib ketib bo'ldi bola. Mana shu demak bugungi suhbatlarimizdan olingan xulosa. Ustozlar, sizlarga rahmat. Vaqtni ajratib kelganingiz uchun. Xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Biz shunaqa suhbatlarni ustozlarimiz bilan, ota-onalarimiz bilan doim olamiz. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz bilan suhbatlarni olib chiqamiz, maktabimiz hayotini yoritib boramiz. Yana shunaqa videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, maktabimiz kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham boshingizdan chiqmasin.